Assalomu alaykum tuğanlar maslarby. Bizden Baykenji kanaldan görçülöri. Biz buyursa Qarasuv jergesindebiz. Buna uşul Qarasuv bazardan biraz jogorak jagında примерно bir 500 metr jogorga çıksaňyzlar, muna uşul joldan solga burilaslar. Bul jagында moykalar bar eken. Burilganda эле muna uşul jerde barata jasagan bizdin agalarыбыз бар экен, usta agalarыбыз. Бүгүн число 18 февраль 2026 жыл. Бүгүнкү Арапа күнүңүздөр баарыңыздарга марек болсун. Мына ушул жерден баарыңыздар үйдө салып, баратаны кандай кылсак экен деп ойлонуп жүрсөңүздөр туугандар. Мына ушул сиздерге баратаны сунуштайбыз. Азыр ээсинен тактап бир маалымат чекеден алабыз. Размери канча, бийиктиги канча, бунун акчасы кандай болду экен. Туугандар антан бизге катталып bir-birden like'ti basıp, жақсы комментарий қалдырып қойыңыздар. Мына Рахмат агабыздын фирмасына келдик. Фермасына мына кел. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum. Qanday aka? Yaxshimi? Yaxshi yurasizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. İşte boshladinglar ha buyursa. Ha, shunday. Baratalarni jasab darvozalarni. Albatta. Bu razmeri qanday bo'lgan aka? Aka buni razmeri 420 ga 270. Biyikligiga 270. Da. Şirina 420. 420. Turetski fason 2. Turetski 2 deyiladi. Yondorlari 8 ga 8 2 stenkada bo'lgan. Bular qalin listdanmi? Qalin listdan. 2 stenkada. Sumkali varianti. To'qima profillari 8 ga 4. 8 ga 4. 2 stenka bo'lgan to'qima profillari ichidagi. O'shunun bahosi qanchaga? Bahosini 115 ming deyapmiz, yana kamaytirib beramiz. 115 ming. 115. Dastlabkasi qanday bo'ldi? Misol aparib qo'yib berganga 20 kilometrgacha bonus qilib beramiz. 20 kilometrning oralig'ida bonusi bor. Shunday. Biroq bekor emas. Yo'q. Bekorga qilib beramiz. Ada moshinalari bo'lsa borib o'rnatib beramiz. Mashinasi bo'lsa kelsangizlar, o'zlari juktib, aparib, o'sha o'rnatib tayyorlab beradi. 20 kilometrning oralig'ida. Farqi yo'q. Olib borib bersa qiziq yo'q. Olib borib beramiz. 20 kilometrga o'zimiz rasxod qilib olib borib o'rnatib beramiz. Pulchi? Bu shtampovka darvozamiz 3 metrga 3 metr. 3 ga 3. Eng arzon, eng qulay variantda bitgan. Eni 3 metr, bo'yi ham 3 metr. Yondorlari 8 ga 4, to'qima profillari 6 ga 4 dan. Biroq qalin lispi arzon bo'lganda bu shtampovka variantimiz. Shtampovkaning eng qalin varianti. Bundan yuqolari ham bor. Shtampovkaning eng qalin varianti. Narxiga keladigan bo'lsak, 50 ming so'mga qo'yib yubordik. Bu 50 mingga qo'yib yuborib o'rnatib beramiz. Farq qo'yib berasiz. Qo'yib beramiz. Bekor. Bekorga. Bekor, Buna ol, bu da shulba. Bu biraz cho'ngroq ekan, Bu ham high-tech usuldagi darvozamiz. Eni 4,5 metr, bo'yi 3 metrli darvozamiz. 4,5 ga 3. Buni 60 ming so'mga olib borib o'rnatib beramiz. O'shalla, biroq o'shalla materialga bo'ldi, bak qalin yuqorida bir xilda. Eni bo'yi farqi bor. 4,5 dedingizmi? 4,5 ga 4,5 ga 3. Bo'yi 3. Bu 60 ming. 60 ming so'm. Olib qo'yib berasiz. Olib borib qo'yib beramiz. Bu bular faqat hammasi aksiya holatda. Aksiya, Buni olchi. Bu 370 darvozamiz. Bo'yi 3 metr. Eni 370. O'sata 3 metr. O'sata 3 metr. Bu qancha? Buni 56 mingga qo'yib beramiz. 56 mingga tayyor qo'yib berasizlar, Hozir misoli mana uyni solib tayyorlab, baratan ne qilsa ekan deb o'ylanganlarga, qizig'i yo'q. Telefon qilib razmerni aytsa, olib borib o'rnatib, duolarni olamiz, keyin hisob-kitob bo'laveradi. Samiglarni. Bizga даже zakolat ham shart emas ekan. Zakozni bersa. Sababi samiglarni daveriya ishonch. Buni bulchaga. Bu 4,5 metrli darvozamiz. Отдельный kaletkasi. Bu o'zincha отдельный. Отдельный kaletka. Bo'yi 3 metr. 3 metr. Bu ham o'sha narxda qilib beramiz. 60 mi? 60 ming. 60 ming. Bulcha. Keyingisi. Bu 50 ming so'm qilib beramiz. 50 ming. Qancha bu? Eni 375, bo'yi 265. Bu biraz pastroq ekan, Shunday, bo'yi pastroqdan. Buni qancha dedingiz? 50 ming so'mga qilib beramiz. 50 ming. Bulcha. Bu 470 ga 310 darvozamiz. 470 ga 310. 62 mingga qilib beramiz buni ham. 62 mingga qo'yib berasizlar. Shunday. Hamma ana
birma-bir tanishtirib o'tyapman. Endi oxirida buni darvozani texnologiyasini ham aytib o'tamiz-da. Bularcha? Bu aka 3ga 320 darvozamiz. Buni kvalifikatsiya отдельныйmi? Bir xil shumkali variantda. Yo'q. Bu garajga o'rnatilgan darvoza. Garajga nima bu? Ha, bo'ldi. Bunga o'rnatilgan oldinroq bu ikkita qanotli. Ushul qancha ham? Turishi? Bu ham 100 ming so'mga bitirilgan darvoza. 100 mingga. Nolcha? Ekan holimizga. Bu 85 ming so'mga shumkali varianti. Shtampovkani shumkali varianti. Orqasini ko'rsatib qo'yasiz, tekis varianti. Mana ichida shumka bor ekanda o'shanda? Shunday. Bo'ldi, tushundim. Bu qancha deb dedingiz aqchasini? 85 ming so'mga. 85 mingga parib qo'yib berasizlar, buyursa, ha? Brinovinni shumkali 2 qavatli varianti. Mana serilarchi? Bu so'rilarni hali narxi chiqmadi. Xudo xolasa aytib yoramiz. Hozir bu bonusga qilib beraveramiz. Zakazmi? Zakaz. Qayerda qo'ydingizlar? Zakaz. Bu qancha razmeri? 20 ming so'mni olib ketishaveradi shu yerdan. O'sha turishini 20 ming. 20 ming so'mni olib ketishaveradi. O'zlari olib borib, deyis bo'yicha taxta qo'yib oladi-a? Hamma yo'qni qilib olishadi o'zlari. Ular ham qancha emas razmeri? 320 ga 265. 320 ga 265. Bu bunday Обычный razmer. Yengilligi, o'rni qanday salmog'i? Где-то 100 kilo nari bersa bo'lsa kerak. Buni 20 ming dedingiz, ha? 20 ming so'm. Tayyor variantda. Endi sexga olib kirib ko'rsatamiz. Mana buyursa, sekina kelib qoldik. Ishlayotgan yerini. Bu yoqda fotoğraflar qilib, bu yoqda bir ustavuz kesib olgan bilan suvarkalab. Ading. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Telefon yaxshimi? Darvozani listar ekan, ha? Qalin listar ekan. Bo'ldi aka, ishingizni qilavering. Şimdi egilik. Bunaka bu yerda suvar şey ekan bu yer. Mana bu yerda bunani dayadab qo'yib tur. Bu yerda bolgarka bilan tegizlab shumka qilib kraskaga dayadab ekan. Bak yigitlar. Keling ama buna ol. Bu qanday oldu bu? Bu aka Samarqand pason darvozamiz bo'lib, eni 4 metr, girtidan tashqari. Bu nalichkasidan tashqari, ichi 4 metr. 4 metr. Nalichkasi bilan 460, 460. Bo'yi 380. 380. Nalichkasi bilan. Bu eng cho'ng. Yondonlari 10 ga 10. Bular, ha? Mana bu tarafda to'qima profillari 6 ga 4. 170 tenkadan bo'lgan 3 qavatli varianti. Hamma darvozamizni kraskalari, laklari avtomobilni shpagilovka lak. Qalin liskana? Qalin 3 qavatli variant. Ushul qancha ham? Buni aka 185 mingga qilib berdik bitta aka xonimizga. Zakaz bo'ldi hozir. Zakaz. 185 mi? 185 ming so'mga. 185 ming so'mga. 3 qavatli shumkali variant. Qayda shunda zakaz qilsak beraverasizlar-da? Albatta. Buni olcha? Bu 325 ga 390 darvozamiz. 390? Bo'yi uchi, vusati 390. 325 eni. Bu qancha? Buni aka bu zakaz aka 63 mingga o'rnatilgan aka xonimizga. Sizlarga chalib qolsa misolda, no'qatdan chalib qoldi deylik. Olib kelib bergili, olib kelib qo'yib berlar deb qo'yib beramiz aka, qo'yib beramiz. O'sha aqchani ichida o'lov. Shunday, albatta. Mal Aravondan chalib qolsa, qizig'i yo'q. Mana shu Qirg'iziston 30 odir chalib qolsa, o'sha Qirg'iziston bo'yicha olib borib, uстановка kelishtirib, o'rnatib duolarni olamiz. Biroq aqchasi o'shanlar ichida o'lov. O'shan ichida, ha. Почти shunda emas. Dastlabki bekarlar ekan-da, emas-mi? Albatta. Dastlabkilar. Bu yoqda shu seriyaga zakaz qilsa bo'ladimi? To'g'ri, kachelar, mana kachelarni to'liq bitgani yo'q. Bu yerlarga-da? Bunaga. Bundan seriyalarni jaqti biroq. Mana tayyor ekan-a? Tayyor, ha, ozgina
elektronika qiladigan. Bular ham zakazmi? Sotib olamiz. Yo'q, bu ham zakaz. Zakaz, ha? Kerak deysa, xudo xolasa yasab. Qancha kunda tayyorlab berasizlar aka? Darvozamiz 15-20 kun. 15-20 kunda zakaz qilsa tayyorlab berasizlar, ha? Ha, shunday. 15-20 kun. O'ta sonni. Ichkariga sehlagan kiramiz, kraska jarayoni deysiz endi. Hozir nal yoqda kraska berib o'tadi. Kraska bergan yeridan tartaylik. Nal yoqda kraska qiladi. Shunday. Voy, ilgari bo'lsin. Voy, молодец. Böyle har bitta qilinayotgan Bardığın tegizde ha? albatta. Buraya mas kraskaya dayadan tavu? Ha, bu hozir kraskagacha bo'layotgan ish jarayonda. Ha, Ostidagi lokka, timto'tga hammasi. Bundan ne çeşit koyuyorlar? Ha? Bundan ne çeşit koyuyorlar ne güzel ha? Kraskaya. Shunday. Fazla dayar mı? Çasta bala mı? Yo'q, buni qiladigan hali ishlari bor. Ostidagi lokka bormi? qiladigan, timto'tga qiladigan ishlari bor. Yok, şimdi. Muğanlar biz de oşunca videomuzu jiyintiqsanız, birden like'dan basıp bizge katlamız, yaxshi oy fikir qoldirib, shunda kimga shunday barata, darvoza kerak bo'lgan bo'lsa, ushul aka ustularga chalingizlar, razmerlerini aytsangizlar, o'zlari buyursa aparib qo'yib beradi ekan, dayardab. Alloh razı olsun, bardingizlardan.